yashar inson. Duda-dada, ikkovlon qalin o'rtoq. Duda-dada, turli sarguzashtlardan uzoq qolishadi har jon. Turli mo'jizalarni Duda-dada kashf etib charchashmaydi. Duda-dada, furgonlari sehrli, g'aroyib, turfa va sirli. Bu kim? Duda. Bu kim? Dada. Ixtirochi mushuk Spot. Kevin rosa aqlli, Bubble sevar va sochni birgalikda barchamiz do'st. Ular yashashar inson. Duda-dada, ikkovlon qalin o'rtoq. Duda-dada, turli sarguzashtlardan uzoq qolishadi har jon. La 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 la. Duda-dada, la 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 la. Duda-dada, la 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 la. Salom, Pinkar. Qaranglar, kimlardir notanish o'rmon tomon uchib bormoqda. O'rmon ahlini bugun qanday sarguzashtlar kutmoqda ekan? Voy. Bunaqa quyuq bulutlar orasidan notanish o'rmonni topish oson bo'lmaydi. Pinkarga nimadir bo'lgan shekilli. Buzilib qolgan bo'lsa-ya. Voy, pastga qulab tushamiz-ku. Oh, yo'q. Yordam bering! Qutqaringlar! Voy. Skotning ilmiy tomoshasi hozir boshlanadi. Sabrim chidamay ketyapti. Notanish o'rmondagi eng zo'r ixtirochi. Marhamat, kutib oling. Nihoyat mening mushuk mobilim tayyor bo'ldi. Hanuzgacha olam ahli ko'rmagan mislsiz ixtiro. Kutib oling. Voy. Voy. Nima edi bu? Duda, qayoqqa ketyapsan? U tomonga uchib ketdi. Qayoqqa ketyapsan, Duda? Duda! Duda, Keyber, qaytinglar. Meni ixtiroyim nima bo'ladi? Bu ishingizdan hali afsus Mayli, qilasiz. bo'pti. Biz ketdik. Ketdik. Suv tugab qoldi. Pinkar ham ishlamayapti. Men qayerdaman o'zi? Qoyil! Suv shovillagan tarafga boraman. Voy! Sen nega baqirding? Sen kimsan? Mening ismim Dada. Men dunyo bo'ylab sayohat qilaman. Men esa Bubbleman. Noma'lum o'rmonga nima uchun kelding? Pinkar to'satdan buzilib qoldi. Ha, noma'lum o'rmon shu ekanda. Pinkar, u nima degani? Meni mashinam shunday nomlangan. Senga ko'rsataymi? Ha, albatta. Voy. Nazarimda biz ilgari ham ko'rishgandimiz. Sen kimsan o'zi? Ismim Dada dedim-ku. Ha, Dada. Bu ismni ilgari eshitmagan ekanman. Endi esa bilib olding. Bu yerga nima uchun kelding? Hozirgina aytdim-ku, Pinkar buzilib qoldi. Aytmading-ku. Ko'p marta aytdim-ku, Dada. Pinkar mana shumi? Zo'r-ku. Voy. Ehtiyot bo'l. Shu yerda, o'sha narsa shu yerga qo'ndi. Duda. Oy. Ana xolos. Ehtiyot bo'l, Pinkar juda qattiq. Pinkar? Ha, avtofurgonimning nomi shunaqa. Avtofurgon o'zi nima? Duda, nima ekanligini bilmaysanmi? Avtofurgon bu. Avtofurgon, ya'ni o'zi nima? Oho, bu yerda divan bor, sovutkichi ham bor ekan. Qoyil. Nima o'zi bu, uymi? Hatto g'ildiragi ham bor ekan. Menimcha mashina.
Ikkovingiz ham to'g'ri aytdingiz. Ha? Avtofurgon uy bilan mashinaning birikmasi. Zo'rku. Men Dudaman, o'zingchi? Men Dada. Bu esa Kayber. Salom. Ana, tanishib ham oldik. Qaysi biringiz mashinani tuzata olasiz? Men. Rostdan uddalaysanmi? Albatta. Hammalari qayoqqa g'oyib bo'lishdi? Balki biz ham. Borib tomosha qilamiz. Nima? Qayoqqa bormoqchisizlar? Yo'q, hammasini o'zim bilib olaman. Mushkmobil, ol. Yurgizishni iloji bo'lmadi. Skot. Duda Pinkarni bosib qo'ydi. Yo'q, unday emas. Yo'q, unday emas. Dada, Skot notanish o'rmonzordagi eng zo'r ixtirochi. U hamma narsani tuzatadi. Rostdanmi? Bu ayni muddao-ku. Ha, shuni aytyapman-da. Skot, tuzatib ber. Yo'q demaga, iltimos, Skot. Iltimos. Mayli. Nimalar borligini ko'raylikchi. U qayeri buzilgan ekan? Shoshmanglarchi. Uni nega tuzatishim kerak? Meni mashinam emas-ku, hech hamda. Oy. Oho, ishlayapti. Skot mashinamni tuzatdi. Qoyil. Sen azamatsan. Shobozni zo'rsan. Unchalik uringanim ham yo'q, lekin Pinkar. uni qanday qo'lga kiritishsam ekan? Hey do'stlar, poyga o'ynaymizmi? Poyga? Ha, mushkmobil Pinkarga qarshi. Qay biri tezkorroq ekanini ko'raylikchi. So'raganni bajarish poygasi. So'raganni bajarish poygasi. Jimjiloqlar urishtirildi. Oyga, quvnoq o'yin Men bo'ladi. yutaman va Pinkarni olaman. Kim mushkmobilda boradi? Duda. O'zim ham bilgandim. Pinkarda ketamiz. Ana shunday. Boshlaymiz. Olg'a. Skot, g'irromlik qilma. G'irromchi. Kim qo'lga birinchi borsa g'olib bo'ladi. G'irromlik qilyapti. G'irromchi. Bo'la qolinglar. Tezroq. Ixtiroyim sizlarga yoqdimi? Voy, ay. Yo'q. Skot, biz tez ketyapmiz. Sekinroq hayda. Sekinlashmayapti, to'xtamayapti. Nima uchun? To'xtatgich o'rnatishni unutibman-ku. Nima? Voy! Skot, Skot, tezroq sakrab qol. Qoyil, biz g'olib bo'ldik. Yutqizamiz deb o'ylagandim. Qo'rqib Menga musobaqa juda yoqdi. Oy! Qaranglar, bu Skotning mashinasi-ku. Ichida hech kim yo'q-ku. Voy, Skotning o'zi qayerda ekan? Furgon yana buzildi shekilli. Hech qisi yo'q. Skotdan tuzatib berishni iltimos qilaman. U jimjiloq urishtirib so'z beradi. U nima degani? Kim yutqizsa, g'olibning aytganini bajaradi. Jimjiloqlar esa bu shartni ramzi hisoblanadi. Jimjiloq urishtirib so'z berish menga yoqdi. Menga ham. Keyingi safar tuzukroq reja o'ylab topaman. Voy, yordam beringlar. Bugun notanish o'rmonda Duda o'ziga ikkita yangi do'st topdi. Ular Dada va Pinkar. Ularni oldinda yana qanday sarguzashtlar kutyapti ekan? Soxta bemor.
tanish o'rmondan g'alati ovozlar kelyapti. Oy, bu yerga tosh qayoqdan kelib qoldi? Mazasi yoqdimi? O'zim tayyorladim. Da, menga yop. Duda Keyberga hasad qilyapti shekilli. Voy, menga yo'qmi? Bu Keyber uchun. U kasal bo'lib U qoldi. kasalmi? Qorni og'riyaptimi? Keyber qattiq shamollab qolgan. Unga parvarish zarur. Keyberni omadi kelibdi. Men ham kasal bo'lishni xohlayman. Betob bo'lgim kelyapti. Keyber yotishi kerak. Bu juda ham zarur. Juda zo'r. Zot. Xo'sh, bemor Keyber, marhamat qilib bu yoqqa keling. Men ham bemor bo'la qolay. Voy, qoch. Duda, o'zingni kasaldek tutishni bas qil. Keyber rostdan ham shamollagan. Nega men kasal bo'lmadim? Demak, sening harorating bor va tumov bo'lgansan. Ha, shamollashga Xo'jahat shifo bo'lishi yozilib qo'yibdi. Xo'jahat. Xo'sh, qayerdan olarkanmiz? Ha, o'zimda ham Xo'jahat bor edi shekilli. Voy! Duda! Voy! Duda! Hammasini yeb qo'yibsan-ku. Xo'jahat nima? U Xo'jahatmidi? Rosa mazali narsa ekan. Axir u Keyber uchun edi. Nima uchun hammasini yeb qo'yding? Voy. Menda yo'tal yo'qligi chatoq bo'ldi-da. Scott! Scott! Senga yangiligimiz bor. Pinkat, hafta shifoxonaga aylanibdi. Qoyilmisan? Hafta shifoxona? Rostdanmi? Rostdan aldayapsizlarmi? Endi shifoxona bo'libdimi? Hafta shifoxona. Men o'shanaqa mashinam bo'lishini xohlayman. Mazza qilib haydab yurardim. Piggy, shifoxonaga qachon boriladi? Jarohatlangan paytda. Yoki kasal bo'lganda. U holda men o'zimni kasalga solaman va Pinkarni ichiga kiraman. Nima bo'lgan taqdirda ham bugun hafta shifoxonada sayr qilaman. Kasalga o'xshadimmi? Nimadir yetishmayapti, to'g'ri. Keyberga o'xshab yo'talib ko'rguncha. Juda yaxshi o'xshaydi. Bugun nihoyat Pinkar meniki bo'ladi. Voy, meni qo'rqitib yubording, Scott. Salom, dada. Tobing bo'lmayaptimi, Scott? Etim uvishyapti. Isitmang bormi? Boshim ham aylanyapti. Qornim ham og'riyapti. Sen tezroq shifoxonaga yotishing kerak. Albatta. Scott, bu yerga yot. Endi nima qilsam ekan, a? Bir dona ham Xo'jahat yo'q. Hech qisi yo'q. Biz meva terib kelamiz. Juda soz. Mana, bu joyda Xo'jahat terishimiz mumkin. Qo'ying, u holda tezroq boraylik. Sayohat qilarkanmiz-da. Duda, Scott bilan Keyberni parvarishlab tura olasanmi? Albatta, buni yaxshi uddalayman. Xavotir olma. Nima, u menga qarab o'tiradimi? Ahvolim yaxshi. Seni ko'rikdan o'tqazaman. Axir boshi aylanyapti-ku, shundaymi? Voy. Nega hech narsani eshitmayapman? Ha? Voy.
bunaqa dodlama. Ey, qorning ham og'riyaptimi? Bemor, men qorningizni tekshirishim kerak. Rostini aytsam, endi og'rimayapti. Oy. Ancha yengil torting-a. Shunaqa. Bo'ldi, endi yetar. Yana qayering og'riyotganda? Boshingni ana shunday. Tayyor. O'zingni qanday his qilyapsan? Bu nima qilganing? Endi hech qayering og'rimaydi. Hech narsani ko'ra olmayapman-ku. Nima? O'zing ham og'rib qoldimi? Yo'q, sen tushunmading. Voy, boshim. Obbo, Skot kasal, Keber kasal, qanday musibat. Yetib keldikmi, dada? Lekin yo'l to'silib qolibdi. Mayli, hech qisi yo'q. Pinkar, ishga kirish. Voy, shox-shabbalar juda ham ko'p ekan. Pinkarning quvvati yetmayapti. Apchi. Voy, Keber. Duda, qayerga ketyapsan? Qo'jig'atni topib kelaman. Qanday qilib? Duda nima qilishni biladi. Skot, Keber, barda bo'linglar, xo'pmi? Voy, tikalar bor ekan. Ehtiyot bo'l. Unga hech narsa bo'lmasmikin? Voy, chaqmoq chaqyapti-ku. Hademay yomg'ir boshlanadi. Duda unga qadar qaytib kelishi kerak. Qayoqlarda qoldi ekan? Yo'q, unga biror kor-hol bo'lmasin-da. O'zimni kasallikka solmasam bo'lar ekan. Yo'q. Mana bu Skot uchun, bunisi Keber uchun, yana Skotga, yana Keberga. Juda mazaliga o'xshaydi. Lekin yemasligim kerak. Bu Keber va Skot uchun. Ana, yomg'ir boshlanib bo'ldi. Duda. Men rosa ko'p xo'jag'at dedim. Sendan rosa xavotir oldim, Duda. Sog'omon ekaningdan xursandman. Duda, sen juda ham charchagan bo'lsang kerak, ahvoling yaxshimi? Yaxshi, rosa xo'jag'at yegim keldi, lekin o'zimni tiydim. Rostdanmi? Sen haqiqiy shovvozsan, eng yaxshi do'stsan, Duda. Dada, ertalab hamma xo'jag'atni yeb qo'yganim uchun kechir. Hech qisi yo'q. Mana endi uyga qaytsak ham bo'ladi. Keber bilan Skot endi sog'ayib ketishadi, to'g'rimi? Uyga qaytamiz. Juda soz. Keber, Skot, kelinglar xo'jag'at yeymiz. Kelyapman. Voy, Skot, shular tegaymi? Seni o'zim davolayman. Yo'q, men so'ppasaqman, kerak emas. Qattiq yiqilmadimmi? Kasal bo'lishni yomon ko'raman. Men boshqa voy, hech qachon kasal bo'lmayman. Da-da-da-da-da-da. Yulduzcha, meni kutib tur. Notanish o'rmonga tun cho'kdi. Voy, ilinda. Voy, rostdanmi? Tezroq chiqarib voy. Juda katta baliq o'xshayapti. Voy, qani. Voy, munchog'im. Voy. Abba, chirigan etik ekan-ku. Ket tutding deb o'ylagandim. Yulduzlarga qarang. Yulduzchalar uyg'onishyapti. Sizlar bilasizlarmi? Mana bilamiz. Uchayotgan yulduzga qarab tilak tilasang, u amalga oshadi. Yulduzcha, men juda ham. Meni judayam. Hozir hech narsa bo'lmaydi. Yulduzning uchishini ko'rganingdan keyin tilak bildirish kerak. Voy, chiroq kuyib qoldi.
Chiroq bo'lmasa qorong'ida qolamiz. Agar yulduzlardan chiroq yasalsa, u hech qachon o'chib qolmas edi. Yulduzdan chiroq yasash deysanmi? Ha? Xayrli tun, Duda. Shirin tushlar, ko'r dada. Xayrli tun, yulduzchalar. Men istardimki, haligi yo'q. Nima? Yo'q. Yulduz uchib bo'ldi. Tilagimni aytib ulgurmadim-ku. Yulduzlar rosa tez yiqilishyapti. Skot ham uchib tushayotgan yulduzga orzusini aytgisi kelardi. Nega arillayapsan, Skot? Nima bo'ldi? Ulgurolmadi. Ular yulduz uchganda tilangan tilak amalga oshadi deb aytishgan edi. Rostdanmi? Ammo yulduzlar juda tez uchib tushyapti. Agar nimadir yiqilsa, uni izlab topish kerak. Xuddi xazina izlagan kabi. To'g'ri. Yiqilgan yulduzni topib, tilakni aytish kerak. Men ketdim. Voy, Topdim. Men o'sha yulduzni tutib olaman. Topdim. Topdim. U emas ekan. Skot, Yo'q, bu yerda emas. sen yulduzni qidiryapsanmi? Men shunchaki haligi sen uni izlayapsanmi, Duda? Men yulduzni topib, istaklarimni aytmoqchiman. Rostdanmi? U holda qidiruvingga yordam beraman. Zo'r bo'ldi. Rahmat. Tashakkurni hojati yo'q. Yulduzni topishim bilan o'zim tilak aytib olaman. Skot, nima deb o'ylaysan? Agar kutib tursang yana yulduz ucharmikan? Albatta uchadi. Yulduzlar osmondan tushibdi. Skot va Duda yaltiroq qurtlarni yulduzchalar deb o'ylashdi. Shoshilmay tur. Men birinchi. Oy. Yulduzchalar, shoshmanglar. To'xtanglar, ketmanglar. Yulduzchalar, uchib ketmanglar. Skot, Skot, qayerdasan? Qayerda qolding? Ana u. Joyingda tur. Hech qayoqqa uchib ketma. Voy. Skot, seni qutqaraman. Qo'rqma, Yaqinlashma. Yo'q. Skot, seni qutqaraman. Skot, qayerga ketyapmiz? Ketmayapmiz. Tush ko'ryapmiz. Bu tushmi? Ha, o'zing o'ylab ko'r. Agar tush bo'lmasa, biz shunaqa ucha olarmidik? Skot, nazarimda biz yiqilyapmiz. Uchayotganimiz yo'q. Nima? Men balandlikdan juda ham qo'rqaman. U tomonga qara. Nega? Hey, Bu yoqda nima bor?
Chiroyli, qara. Yarqirashlarini qara. Fursatni o'tkazib yubormaylik. Tezroq tilak bildirish kerak. Duda, Skot. Bu nazarimda Nazarimda bu Dada. Duda, Skot. Bardam bo'linglar. Sizlarni chiqarib olaman. Xo'p bo'ladi. Hoppa. Ha? Oy. Ha? Duda, Skot, sog'misizlar? Bu yoqqa nega chiqdinglar? Dada, Skot ikkimiz yulduz topdik. umuman olganda men birinchi bo'lib topdim. Men tilak bildirdim. Rostdanmi? Xohishing nima edi? Dadam! Duda, yulduzni olib keldingmi? Voy, ajabo. Bu yaltiroq qurtku. Ular rostdan ham yulduzchalarga o'xshaydi. Men yulduzchali chirog'imiz bo'lishini orzu qilgandim. Istagim ro'yobga chiqdi. Judayam yaxshi o'ylabsan. Kel, senga yordam beraman. Omading bor ekan, Duda. Tilaging amalga oshdi. Mening istagim bajarilarmikin? Yaxshi uyimga ketaman. To'xta, Skot. Sendan bir narsani so'ramoqchiman. Nimani so'ramoqchisan? Men Dudaning chiroq yasashiga yordamlashgunimcha Pinkarni boshqarib tura olasanmi, Skot? Albatta. Mening eng katta orzuyim ham amalga oshdi. Pinkartni boshqarish istagini izhor etgandim. Rahmat, yulduzcha. Sizlar nimani tilagan bo'lardingiz? Bu tunda siz ham tilak bildirish uchun uchar yulduzni ko'rishga chiqmaysizmi? Yashirin sir. Notanish o'rmondagi do'stlarimizni bugun qanday sarguzashtlar kutmoqda ekan? Ajoyib. Bu gullar menga juda ham yoqyapti. Islari shirin. Bugun biz o'simliklarni o'rganishni boshlaymiz. Duda, gullarning go'zalligini qara. Gullar zerikarli. Men qiziqarliroq narsalarni o'rgansam deyman. Qoya? Ana bu qanday qoya? Ajoyib tovur. Tik qoya notanish o'rmonning tabiiy yodgorligi hisoblanadi. Ah. U yerda ko'plab g'orlar va Voy. ajab tovur. Tik qoyaga aslo bora ko'rmanglar. U joylari xatarli bo'lishi mumkin. Biz bormaymiz. Keber, ketdik. U yerga Dada bu yerni xavfli bo'lishi mumkin dedi-ku. Keber, sen qo'rqma. Biz faqat tomosha qilamiz xolos. Endi esa yuqoriga. Hozir. Duda, orqaga keta qolaylik. Qo'ying, bu yerlar g'aroyib ekan. Men biroz qo'rqyapman. Bu yerda qo'rqinchli hech narsa yo'q-ku. Keber, qayoqqa? Voy, Tuzukman shekilli. qara Keber, bu yerda g'or ham bor ekan. Voy, Duda, qayta qolaylik. Iltimos. Ajoyibligini qara. Voy, nima bu? Xazina! Qoyil, bular Toshni dadaga ko'rsatamiz. Dada! Voy, shoshma. Duda, shoshma. Esingdan chiqdimi? Dada bizning ajab tovur tik qoyaga bormasligimizni tayinlagandi. O'z boshimchalik qilib borganimizni bilgan juda ham xafa bo'ladi. Duda dadani ranjitishni hech ham xohlamasdi. U holda aytmay qo'ya qolamiz, Keber. Bu joy bizni yashirin sirimiz bo'ladi. Yo'q,
Ikkimizniki. Yaxshi. Bu yerga ertaga qaytamiz. Va'da berasanmi? Bo'pti, so'z beraman. Obbo, qayerga ketib qolishdi ekan? Doda, qayoqqa ketib qolding? Biror qiziqarli narsa topdinglarmi? Albatta. Albatta. Yo'q, topmadik. Yo'q, topmadik. Rostdanmi? Mayli, uyga qaytamiz. Meni xazinam. Dadaga aytsammikin, a? Yo'q, mumkin emas. Bu yashirin sir. Kevri bilan va'dalashib qo'ydik-ku. Rostayam dadaga aytib bergim kelyapti-da. Salom, Duda. Chiroyli bo'yinbog' ekan. Uni qayerdan olding? Senga yoqdimi? Men uni ajabtovur. Ajabtovur emas. Men uni shunchaki topib oldim. Rostdanmi? Ola qol, dada. Bu senga. Oho, menga sovg'ami? Rahmat, Duda. Arzimaydi. Men yana olib kelaman. Nima? Yo'q, hech narsa. Bo'pti, men ketishim kerak. Bo'pti, xayr. Aytgim kelyapti. Chidolmayapman. Ammo ilojim yo'q. Lekin aytgim kelyapti. Kimga bo'lsa ham so'zlab bergim kelyapti. Shuning uchun hammadan yashirinishim kerak. Bu Duda. Uni ortidan uchamiz. Bo'pti. Toqatim qolmadi. Ajabtovur Tikqoyada xazinalar g'ori bor. Xazinalar g'ori Ajabtovur Tikqoyada joylashgan. Ancha yengil tortdim. Hech kim eshitib qolmadimikin, a? Men eshitdim. Xazinalar g'ori. Xazinalar g'ori. Qaytaylik. Nima? Xazina? Ha, shunaqa. Duda boyliklar to'la Boshqa hech kim qoldi. bilmasa kerak. Xazina meniki bo'lishini xohlayman. Ha, menda xazina bor bir narsa bor. Qayerda dedi-ya? Tadam! Xazina aniqlagich. U bizga xazinani topishga Bu narsa quvurg'u. Quvur tozalagichga o'xshaydi. bu tarafda nimaga o'xshar ekan? Hey, Duda, qayoqqa ketyapsan? Assalom, Babur. Xazinamni yoniga. Xazina? G'ordagi xazinani sir tutishim kerak. Xazina g'ordami? U qayerda joylashgan? Bu sir xazinalar g'ori ajabtovur Tikqoyada. Lekin bu maxfiy sir edi. Sen o'sha yoqqa ketyapsanmi? Topdim. U mana shu toshning tagida. Xazinani topdik. Hozir? Oho, mana xazina. Xazina shu tomonda. Bunga ishonchim komil. Gel. Voy, qochib qol. Voy. Skotni ko'rinishi sal boshqacharoqmi? Skot, senga nima bo'ldi? Skot quvur tozalagich yordamida xazina topmoqchi edi. Uning o'rniga asalari uyasini topdi. Qanday achinarli, sizlarga dori kerak. To'g'ri. Bu safar aniqladik. Voy, Skot, quvur tozalagichi yomon hid tarqatyapti. Nihoyat uni topdim. Mening xazinam. Sen bo'yinbog'ni aytyapsanmi? Uni Duda sovg'a qildi. Duda xazina topgan rost chiqib qoldi-yu. Duda menga xazinalar g'orini topganini aytganida. Xazinalar g'ori qayerda? Tikqoya nomi asal quvur yoki tapir tupurmidimi? Tezroq bo'l, eslay qol. Asal quvur? Ha, ajabtovur Tikqoya. Shunaqa ajabtovur Shunaqa. U tomonga yolg'iz bormanglar degan edim-ku. Yana o'sha yerda bo'lishsa kerak. Do'stlarimizni tezroq topaylik. Men tayyorman. Jo'naymiz. Skot.
men yutdim. Qoyil! Xazina! Xazinamiz bor-u, lekin quvonmayapmiz-da. Ahvolingni tushunib turibman. Dada biz bilan bo'lishini juda ham xohlardim. Men esa Babilni chaqirgan bo'lardim. Men ham. Ular shu yerda ekanliklari shubhasiz. Babil. Dada! Oho! Bu yer juda ham chiroyli. Senga yoqdimi? Qoyil, bu xazinalar g'ori Keyber ikkimizniki. Lekin keyingi safar bu yerga yolg'iz kelmanglar. Yangi joylarga tayyorgarliksiz borish juda ham xatarli. Xo'p, bo'ladi. Endi bu yerni Duda va Keyber g'ori emas, balki do'stlik g'ori deb ataymiz. Bu meniki, bunisi ham menga, hatto mana bu ham. Oy, bu nima? Voy, dod. Skot ham xursandchiliklar raqs tushib yubordi, ajoyib. To'g'ri ayting, u o'z xazinasini topdi. Yordam bering! Qo'rqinchli narsani olib tashlang! Uxlay olmayapman. Notanish o'rmonda ajoyib tong hukmron. Qanday orombaxsh kun. Bu joy juda tinch ekan. Seni shu yerda quritamiz. Ana. Duda, uyangni tozalayapsanmi? Salom dada. Men smufini yuvib qo'ydim. Smufi. Uni yuvdingmi? Smufimi? U meni qadrdon do'stim. Choyshab, seni do'stingmi? Ha, bolaligimda u bilan do'stmiz. Duda, meni safarim haqida eshitishni xohlaysanmi? Safarlarni juda yaxshi ko'raman. Ko'rishguncha. Smufi, bo'pti. Men tezda qaytaman. Nima? Bu bema'nilik hech qachon. Ha, hech hamda. Hech hamda, hech qachon. Olmaysanmi? Yo'q dedim. Ha, juda beqiyos. Shu bilan nihoyat Pinkar meniki bo'ladi. Voy. Men qayerdaman? Men kimman? Piggy, bu nima qilganingiz, Meni ixtiroyimni sindiray dedinglar-ku. Oy. Voy, mayilligini. Bu nima o'zi? Uxlab qoldingizmi? Uxlash mumkin emas. Bizlar ixtiroyimni sinovdan o'tkazishimiz kerak. Agar ishlar o'ngidan ketsa, hamma uxlayotgan chog'da, men Pinkarga ega bo'laman. Bu nima? Mayingina, yumshoqqina, yoqimligina. Uyqum kelyapti. Pinkarni olib qo'yishim kerak. Momiqda yumshoq ekan. Hikoyang nihoyatda maroqli bo'ldi. Ertaga ko'rishguncha. Xayr, Duda. Yaxshi qol. Ha, Smufi. Ya, Smufi qani? U yo'q-ku. Bu yerdamikin? Yoki bu yerdami? Oy, Smufiginam. Smufisiz endi qanday yashayman? Hech ham uxlolmayapman. Smufiginam. Bitta qo'y, ikkita qo'y, uchta qo'y. Foydasi bo'lmayapti. Bunaqada uxlay olmayman. Ya, nega Dudani ko'rinishi bunchalik horg'in? Men bilmasam. Xayrli tong do'stlar. Bugungi safarimizga tayyormisizlar? Safarga? Ha,
Obbo, yana unutdingmi? Bugun sehrli kapalakni ushlashga boramiz. Esladingmi? Ha, bo'ldi, esladim. Uni bir yilda bir martagina ko'rish mumkin. Duda, ko'zingni och. Bizlar safarga ketyapmiz. Bugun fotosuratlar uchun kelamiz mas'ulmiz. Duda qandaydir g'alati. Yaxshi, sayohatimizga olg'a. Men kapalakni ko'ryapman. Qoyil, nihoyat uni topdik. Juda ham g'aroyib ekan. Uni tezroq suratga ol, Duda. Bo'laman. Duda, uyg'onsang-chi. Duda. Duda, senga nima bo'lyapti? Voy, kapalak uchib ketdi. Afsus, uni juda ham uzoq vaqt kutgan edim. Doda, baqirganim uchun kechir meni. Meni ham kechir. Hech qisi yo'q. Yana bittasini topamiz deb umid qilaman. Bilmasam. Darvoqe, Duda, nega sen bugun kechasi uxlamading? Kecham uxlay olmadim. Uxlolmadingmi? Men ko'zimni yumishim bilan uyquga ketaman. Mana bunday. Aha, Bubble nomadi bor ekanda. Agar uyqing kelmasa, qo'ylarni sanash kerak ekan. Ha, men urinib ko'rdim. Agar hech qanaqasiga uxlay olmasang, u holda mana. Tada! Pinkar belanchak yordam beradi. Qoyil, zargur. Quyosh allaqachon botib bo'ldi. O'yinga ketma, Duda. Shu yerda uxlayver. Xo'sh, qalay? Uyqing kelyaptimi? Uxlaysanmi? Uxlay olmayapman. Nimadir yetishmayapti. Smufini yo'qotganim uchun shunday bo'lyapti shekilli. Qanaqa smufi? U meni do'stim. Bu Dudaning choyshabi. Choysha bilan ham do'stlashib bo'larkanmi? Bo'ladi. Smufi ajoyib do'st. Uxlashim uchun qulay edi. U holda smufini topishimiz kerak. Uxlay olmayapman dedingmi? Bu borada xotirjam bo'l. Voy! Meni yangi ixtiroyim. Xurrak uyqu tush tangasi. Tush tangasi? Hamma uyquga ketgach, Pinkar meniki bo'ladi. Bu narsa qanday ishlaydi? Hammangiz tangaga tikilasiz. Xurrak uyqu va siz pinakka ketasiz. Uxlaysiz, 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 uxlang. Voy, Scott! Meni o'rnimga o'zi uxlab qoldi-ku. Oy, oy, oy. Bu meni do'stim Smufi. O'zimni Smufiganam. Qayerlarda yuribsan? Seni sog'inib ketdim-ku. Bu meniki. U meni yopinchig'im, xo'pmi? Yo'q, u meniki. Yolg'on aytyapsan. U meniki. Bu Dudaning choyshabi. Uning qadrdon do'sti. Yo'q, meni do'stim. Ana seniki. Qani? Hammangizga xayr. Smufi, seni qutqaraman. Faqat urushmanglar. Yuringlar, tag'in janjal chiqmasin. Xo'p, yaxshi. Hamma yoqda soqilli. Bu juda g'alati. Bu jimjitlik meni qo'rqityapti. Uxlab qolishdi-ku. Nima? Urushishni boshlashmasidanoq uxlab qolishibdi. Mamnun holda uxlashyapti. Duda endi to'yib uxlab oladi. Yaxshi ish bo'libdi. Choyshab endi kimniki bo'ladi? Bunisini ertaga hal qilsak ham bo'ladi. Choyshab menga Pinkardan ham ko'proq yoqdi. Smufini yaxshi ko'raman. Iliqqina qulay choyshab Smufi tufayli shu tunda Duda rohatlanib uxladi.
Da-da-da-da-da-da-da-da. Beg'ubor tabassum. Bugungi kunni notanish o'rmondagi do'stlarimiz tozalik kuni deb e'lon qilishdi. Yuqoriga, pastga, yuqoriga, pastga. Supuramiz, sidiramiz, supuramiz, sidiramiz. Skot? O'zim ham bilgandim. Skot hech qachon hech qayerni tozalamaydi. Yig'ishtirishni sizlarga topshirdim, og'aynilar. O'zim shu yerda cho'zilib yotaman. Bo'ldi, tugatdik. Endi esa guruhlarga bo'linib safarga chiqamiz. Duda va Dada men bilan keber. Oho, sayohat. Hey bolalar, men ham Meni borgim qo'rqitib kelyapti. yubording, Skot. Bir, ikki, bir, ikki, bir. Skotni sherigi yo'q-ku. To'g'ri aytding. 3-guruhni tuzish uchun yana bitta sherik kerak. Menda tayyor yechim bor. Mana bu tayoqbon qo'riqchi. Sen aytgan yechim mana shu. Qo'riqchi. Qo'riqchi. Lekin qo'riqchining sherigi kim bo'lishini yashirin ovozga qo'yamiz. Buzilmas qoida. Hamma shunday qiladi. Ovoz ololmagan omadsizga qo'riqchi sherik bo'ladi. Noiloj. Kim bilan sherik bo'lmoqchiligingizni yozib qo'yinglar. Nima? Hech kim menga sherik bo'lishni istamadimi? Ismimni birontangiz ham yozmadinglarmi? Qani shunaqami? Bo'pti, vaqt ketmasin, safarga olg'a. Men bilan sherik bo'lishni xohlarmiding, Dada? Skot, tezroq bo'l. Ay. Aha. Ehtiyot bo'l. Xayr, Skot, ertaga ko'rishamiz. Ko'rishguncha. Men sayohatda juda ham quvondim. Duda, ertaga ham ikkimiz sherik bo'laylik. Kelishdik. Sendan zarracha ham foyda yo'q. Jonimga tegib ketding-ku. Nega hech kim men bilan sherik bo'lishni xohlamaydi? Meni yoqimtoyligimga bir qaranglar. Men demagan bo'lardim. Men yovuzdek ko'rinamanmi? Ha, xuddi shunday. O'zing bilmasmiding? Yordam beramiz. Qo'shnini sal o'zgartiramiz. Nigohing sal samimiyroq ko'rinadi. Zo'r bo'ldi. Rostdanmi? O'zim ham bitta ko'ray. Bu nima? Meni nima qilib qo'ydinglar? Yovuzman! Xushmuomala va yoqimtoy ko'rinish uchun har doim xushchaqchaq tabassum qilib turish kerak. Tushundingmi? Xushmuomala? Tabassum? Xushchaqchaq? Shu qutilardan birida bo'lishi kerak. U yerda yo'q. Topdim. Har kimga yoqimli tabassum baxsh etuvchi ixtiro. Jilmay turuvchi mashina. Zerikib ketdim. Biror qiziqarli narsani tadqiq etaylik. Tadqiqot safariga ertaga chiqamiz. Buguncha sabr qilib tur. Skot mutlaqo o'zgardi. Butunlay boshqacha bo'lib qoldi. Endi u juda ham ochiqko'ngil, yoqimtoy va xushmuomala. Nima? Rostdanmi? Kutib oling, butunlay yangi Skot. Skot xushchaqchaq. Qani uni ko'rib ko'raylikchi? O'z ko'zlarim bilan ko'rmoqchiman. Ishlar yaxshimi, Duda? Skot, jilmayish senga rosa ham yarashibdi. O'zimga ham shunday tuyulyapti. Tirjaytiradigan mashinam yaxshi ishlayapti. Hey, Skot, ichkariga kirsam maylimi? Albatta, bemalol. Kiraver.
Tadam! Uyimga xush kelibsan. Skot, sen juda xushmuomala va xushchaqchaq bo'lib qopsan. Voy, tashakkur. Ha. Mana bu nima? Oh. Dona, bunga tegma. Oy, Dafur. Skot, menga jahl qilyapsanmi? Yo'q. Ha. Ko'rinishidan mazali Bu o'xshaydi. meniki. Voy, Och ko'ngil bo'l. tabassum qil. Yo'q. Jahlim chiqmayapti. Ha. Sen samimiy va yoqimtoy bo'lib qopsan. Voy, ustini to'kib yuboribman. Jahling chiqmasin, o'zim tozalayman. Yo'q, kerak yo'q. Qiziq, Skot qanchalik o'zgardi ekan? Men ham qiziqib ketyapman. Mana, yana izlar. Bu yerda Dona, ham. iltimos, bas qil, yetadi. Juda g'alati, izlar nima uchundir tugamayapti. Duda, o'tirib so'rayman, tozala. Bas qil, yalinib so'rayman. Ha. Mayli, hammasini yig'ishtirib qo'yaman. Yo'q. Voy. Skot, voy, mana bu uzilib chiqdi. Voy, sen juda ham xushfe'lsan, Skot. Jonga tegding, yo'q. Vaqt bir zumda o'tib ketdi. Rahmat, Skot, vaqtim juda zavqli o'tdi. Endi hech qanaqa tirjish yo'q, qurib ketsin. Skot, rejamiz amalga oshdimi? Ertaga sen ham sheriging bo'ladimi? Albatta. Sherik. Munosib sherikni tanlash. Hammasini rasvo qildim, o'zimga pand berdim, yana yovuzligim tutib qoldi. Duda keldi. Duda, Skot rostdan o'zgaribdimi? Quvnoq bo'lib qolibdimi? Bilasizlarmi? Skot bugun nihoyatda Hech kim men bilan sherik bo'lishni xohlamayapti. Chunki mening nigohim qahrli. Men hech qachon tabassum qilmayman, doim jahldorman. Yoqimtoy emasman. Sherigim faqat sensan, qo'riqchiginim. Yana ovoz berishibdimi? Men uchun? Voy, bunisi ham men uchun. Nima? Yana men uchun. Yashasin Skot, noma'lum o'rmondagi eng mashhur sherik. Nima? Men eng taniqli sherikmanmi? Ha, ertaga yana ilmiy safarga chiqamiz. Hammamiz senga sherik bo'lishni xohlaymiz. Menga sherik bo'lishni hamma istaydimi? Rostdanmi? Duda bugun vaqtni sen bilan juda shodon o'tkazganini aytdi. Ha, ayniqsa taqsimchalarda sirk tomoshasini ko'rsatganingda, koptokchalar ustida raqs tushding. Sen tengsiz do'stsan, Skot. Men tengsiz do'stmanmi? Ha, hammadan ajoyibsan. Qo'ysanchi, uyalib ketyapman. Tashakkur. Skot, juda ham xushfe'l bo'lib qolibsan. Skot, ertaga menga sherik bo'lasan. Yo'q, Yo'q. menga. Yo'q, Meni endi do'stim. sherigim bo'ladi. Yo'q, men tanlab bo'ldim. Skot ochiq ko'ngillikning qadrini bilib oldi. Ertaga kim unga sherik bo'ladi? Chanada uchish. Noma'lum o'rmonda kunlar sovib qoldi. Apshi. Voy. Hammalari qayoqqa g'oyib bo'lishdi? Oho! Ha! Men ojdarman! Hey, qoyil! Buni Skotga ko'rsataman! Skot! Qish keldi yaqinda, qor yog'adi paga. Biz uchamiz chanada, paga. La. Salom, Skot. Sen mana bunga qara. Bug' chiqishinimi? Buni men ham bilaman. Hey.
Skot, bu nima? Bumi? Bu kaminaning chanasi. Chana. Ha, chana. Tez orada qish keladi. Qorda maza qilib chana uchaman. Uish, 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 uish. Rostdanmi? Qor deganing nima o'zi? Qor nimaligini bilmaysanmi? Yo'q. To'g'ri. Qor degani haligi osmondan yog'adigan narsa. Qor yerga kelib tushgach, xuddi haqiqiy ipak kabi yumshoq, mayin va silliq bo'lib qoladi. Oyoqlar unga botib ketadi. Ajabo. Qor ustida chanada sirpanish rohat bag'ishlaydi. Rostdanmi? Zo'r ekan-ku. Rosa mazza bo'larkan. Meni ham chana uchgim kelyapti. Men ham uchay. Maylimi? Xayolingga ham keltirma. Chana meniki. Yo'q deymi? Bir martagina iltimos. Senga yo'q dedimmi? Hech qanaqasiga yo'q. Tuzalmaydigan qizg'anchiq ekansan. Istaganingcha arazlashing mumkin, lekin javob o'sha yo'q. Bu yerini mixlaymiz. Bu tomonini ham. Nihoyat tayyor bo'ldi. Meni ham o'z chanam bor. Qor yog'ishi bilan men ham Skotga o'xshab sirpanchiq uchaman. Bugun qor yog'ganmikin? Voy. Duda, ketdik. Tadqiqotga boramiz. Tadqiqotga? Tadqiqotga chanada boraylik. Buning iloji yo'q, Duda. Axir qor yog'madi-ku. Lekin notanish o'rmonning eng yuqorisiga chiqamiz. Rostdanmi? Qoyil! Maylimi, chanamni ham olib ketaman. Ular chanada uchishga ketishyapti. Ha, buni Skotga aytish kerak. Chana uchishga ketishdimi? Ana ular. Yangi chanam bilan maqtanishimga imkon tug'ildi. Pinkar, sekinroq uch, men yetib olay. Qor hech ham yog'mayapti-da. Voy, bu nima narsa? Juda ham qiziq-ku. Keber, axir bu chana-ku. Qor yog'ishi bilan unda sirpanchiq uchsa bo'ladi. Mana bunday. Mana bunaqasiga. Mana bunday sirpansa ham bo'ladi. Yoki mana bunday. Sekinroq. Biroz saranjomroq bo'lganda. Kechirasan. Voy! Nimalar bo'lyapti? Voy. Voy. Biz cho'ldamiz. Cho'lda yomg'ir juda ham kam yog'adi. Shu sabab bu yerda o'simliklarning o'sishi qiyin. Bu yerda yomg'ir yog'maydimi? Meni to'satdan suv ichgim kelib qoldi. Qanday ko'ngilsizlik. Pinkarni g'ildiragi teshilib qolibdi. Voy, yoqilg'imiz ham tugayapti. Biz endi bu yerda umrbod qolib ketamizmi? Uyimga ketaman. U yumshoq va mayin ekan. Va silliq. Axir bu qor-ku, qor. Bu qor emas, bu narsa qum. Duda qumni qor deb o'yladi. Qoyil! Juda ham zavqli ekan. Qoyil! Judayam zavqli ekan. Duda, sirpanchiq uchish qadarliga o'xshayapti. Qo'rqma, Keber. Men seni himoyalab turaman. Qoyil! Biz uchyapmiz, parvoz qilyapmiz. Parvoz? To'g'ri. Uchish eng yaxshi yechim. Pinkar, joyingda qimirlamay tur. Hozir yetib boraman.
Piggy Piggy, mashinani itaryapsizlarmi? Albatta, Albatta, tirishib harakat tirishib harakat qilyapmiz. qilyapmiz. Ha, kuchimizni Kuchimiz ayamayapmiz. yetmayapti. Mana tayyor. Endi bizga yana bitta chana kerak. Cho'lda daraxt yo'q ekan-ku. Endi nima qilamiz? Ularni ko'ryapman. Ha, jazirama issiq ekan-ey. Ularni topdim. Shoshmay turinglar. Meni chanamni ko'rgach, esingiz og'ib qoladi. Yo'q, to'xta. Voy. Voy. Yordam beringlar. Qaranglar, nimadir yaqinlashyapti. Axir bu Skot-ku. Salom, Skot. Voy. Voy. Skot. Nihoyat qor yog'di. Zo'r ish bo'ldi. Qor sovuq bo'ladi. Bunday qaynoq bo'lishi mumkin emas. Buni qaranglar. Skotni chanasi g'ildirakka mos keldi. Bizga yana bitta chana kerak edi. U o'zi kelib qoldi. Buni omad desa bo'ladi. Juda ajoyib. Qoyil. Ana endi qanotlar chiqadi. Faqat itarish qoldi xolos. Itaramiz. To'g'ri, Kuchliroq. yaxshi, Hozir kuchliroq. shunday. Yordam Yordaming uchun beramiz. tashakkur, Skot. Qanaqa yordam? Men g'ildirak tagidan chanamni sug'urib olmoqchiman. O'rnidan jildi. Pinkar harakatlanyapti. Xo'p, Yaxshi. Biz uddaladik. Chanalar ko'tarilishga yordam berdi. Rahmat, Skot. Skot? Skot. Men qolib ketdim. Voy! Do'stlar cho'ldan shu tarzda chiqib olishdi. Hamjihatlikda harakat qilinsa, imkonsiz narsaning o'zi yo'q. G'alati izlar. Bir kuni oqshomda yosh tadqiqotchilar kitob o'qishga qaror qilishdi. Keyin sovuq shamol o'lkasidan kelgan dev shunday debdi: "Seni afsunlab qo'yaman." Dev degani kim o'zi? Devlarning qiyofasi shundayki, bitta ko'zi bor, so'ylok tishlari turtib chiqqan, oyoq-qo'llarida ulkan tirnoqlari bor. Oho, tirnoqlari juda kattami? Ha, dev juda bahaybat bo'ladi va chaqmoqdan ham shiddatli. Tap 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 qilib qarshida paydo bo'ladi. Qo'rqinchli ekanmi? Men sirayam qo'rqqanim yo'q. Kebir, ortingda dev turibdi. Voy, oyijon. Voy. Devdan qo'rqmaydigan kim edi? Ortimdan hech kim yo'qmidi? Rosa kulgili bo'ldi. Dev haqida yana hikoya aytib ber. Haliyam kitob o'qib o'tiribsizlarmi? Ha? Mening mitti do'stlarim. Uxlaydigan vaqt bo'ldi. Ya, darrov kech tushib qoldimi? Xayrli tun, dada. Duda, uyga ketyapsanmi? Agar seni uyingda uxlasam, qarshi emasmisan? Hozirgina devdan qo'rqmayman deding-ku. Kebir qo'rqoq. Men hech narsadan qo'rqmayman. Shunchaki bugun Dudaning uyida mehmon bo'lmoqchiman. Yura qol. Kechasi bilan qo'rqinchli narsalar aytib beraman. Nima? Qo'rqinchli narsalar? Kechasi bilan Ertalabgacha uxlamasdan dahshatli hodisalardan gaplashamiz. Uyqudan oldin dahshatli gaplardan gaplashish rosa zavqli bo'ladi. Ha, to'g'ri. Devlar nima yeyishini bilasanmi? Ular faqat tunda ovga chiqsa kerak. Keyin esa ha deyishadi. Qoyilmisan, ha? Duda, devlar haqida gaplashmay qo'ya qolaylik. Nimaga? Ha? Darrov uyqung kelib qoldimi? Uxlama. Axir sen bilan kelishgandik-ku. Bo'pti, sen gapiraver. Men uxlamayman. Duda, uxlab qoldingmi? Uxlayapsanmi, Duda? Voy.
Bu nima edi? Nega dodlayapsizlar? Dev, ana bu yoqda. Nima? Dev? Qayerda? U yoqda. Bu shunchaki daraxtni soyasi-ku. Devlar, pevlar. Dunyoda dev degan narsa umuman yo'q. Tushunarlimi, xayr? Ay, qo'rqyapman. Men toshga qotib uxlabman. Men uxlay olmadim. Salom, Bobble. Erta tongda nima qilib qotib turibsan? To'da qara, bu juda ham g'alati. Nima u? Nimani aytyapsan? Bu narsa tunda paydo bo'lib qopti. Va nima o'zi bu? Kimnidir izimikin? Nima? U holda ehtimoli ay tunda men eshitgan ovoz devning ovozimidi? Bu haligi bu izlar devning izi ekanda. Nima? Dev? Kebero, sen qo'rqoqda. Shu yerda rostdan ham dev bor deb o'ylaysanmi? Salom, bolalar. Nimani bahslashyapsiz? Keber kechasi devni ovozini eshitganmish. Sizlar tunda hech qanday ovozni eshitmadingizmi? Yo'q, men hech narsa eshitmadim. Ko'rdingmi, sendan boshqa hech kim eshitmabdi. Dunyoda dev degan narsa yo'q. Keber qo'rqoq. Bo'lmagan gap, men hech narsadan qo'rqmayman. Dev bor desang, kulgim qistayapti. Bo'pti, men bora qolay. Biz Xayr. ham ketdik. Bo'pti, ko'rishguncha. Devlar aslida yo'q narsa. Kechganingiz uchun shuni bahona qilyapsizlarmi? Dada, biz rostdan ham ulkan izni topdik. O'sha yerda dev bor. Dada, qidiruv safarini tashkil qilaylik. Yo'q narsaning nimasini qidiramiz? Dunyoda devlar mavjud emas. Keyber, devni o'zimiz qidiraylik. Nima? Yo'q, rahmat. Shunaqami? Hali ko'ramiz. Voy, bu nimaning ovozi bo'ldi? Voy, qandaydir ovozni aniq eshitdim. Voy, dev, dada. Hech qanday devlar yo'q. Keber qo'rqoq. Dada, devni ko'rdim. Rosa qiziq bo'lyapti-da. Hamma bunga ishondi. Haqiqatan zavqli, to'g'rimi? Meni ixtiroyim devga aylanish jihozlari. Ketdik, boshqalarni ham qo'rqitamiz. Men devman. Qani u qaysi tarafga ketdi ekan? Bu duda-ku. Balki bu tomondadir. Voy, qoyil! Mana dev! G'aroyib ekansan-ku, men bilan salomlashyapsanmi? Endi men salomlashaman. Zo'r ish bo'ldi. Tanishganimdan xursandman, dev. Sen necha yoshdasan? Seni do'stlaring bormi? Tanishganimizdan sen ham mamnunmisan? Sen nega umuman gapirmayapsan? Quvonib ketganing uchunmi? Men juda ham xursandman. Men bilan yur, seni do'stlarim bilan tanishtiraman. Qo'rqma. Meni do'stlarim juda ham ochiqko'ngil. Qani yur, qani yura qolgin. Deb yurgin. Voy. Hech qaring og'rimadimi? Dev, to'xta, ketib qolma. Haybatli dev, kel birga o'ynaymiz. Buncha bizga yopishib oldi. Voy. Haybatli dev. Voy. Nihoyat qochishdan to'xtading. Skot, bu senmiding? Voy. Bunisi rostakam dev. Voy. Sen kimsan, devmisan? Yo'q, dev emasman.
Men Tritonman. Bu yerga yaqinda keldim. Duda! Hammasi Ahvoling yaxshi. Trito meni do'stim. Uni ilgari ko'rmagandim. Uni ismi Trito. Bu yerga endigina keldi. Sizlar bilan salomlashaman deyman-u, hadeb uxlab qolaveraman. Yana uyqum kelyapti. Tanishganimdan xursandman, Trito. Xush kelding, Trito. Rahmat. Endi uxlashim kerak. Yana ko'rishamiz, do'stlar. Trito, nega ketib qolyapsan? Qaranglar, biz ko'rgan izlar. To'g'ri, bu haybatli devning izlari. Ha, tushundim. Bular Tritoning izlari ekan. Dunyoda devlar bo'lmaydi deb aytgandim-ku. Yo'q narsadan qo'rqib yurgan ekanman-da. Sen necha yoshdasan? Nega o'rmonimizga ko'chib o'tding? Nega daraxtni tepasiga chiqib olding? Dudaning xursandligini qaranglar. Yana bitta yangi do'st topgani uchun quvonib ketyapti. Nima? Ular dev bilan do'stlashib olishdimi? Rostdanmi? Voydod! Voydod! Bu nimasi? Nega ular dev bilan do'stlashib olishadi? To'xtasang-chi! Hech kimni tashqi ko'rinishiga qarab baho bermang. Do'stning chiroyli xunugi katta kichigi bo'lmaydi. Da-da-da-da-da-da! Bir kunlik pochtachi. O'rmonda begona paydo bo'ldi. Da-da-da-da-da-da-da-da! Voy! Ana kerak bo'lsa. Da-da-da-da-da-da-da-da-da! Bu nimani ovozi edi? Voy! Bu nima? Voy! Xayrli kun. Salom. Siz kimsiz? Pochtachi Peleman. Maktublarni manzilga yetkazaman. Iya, kech qolyapman-ku. Bugun maktublarim juda ham ko'p. Voy, voy, yomon tushdingizmi? Qayeringiz og'riyapti? Qanotingizmi? Menimcha, hammasi joyida. Tumshug'im emas, oyog'im og'riyapti. Muhimi singani yo'q. Biroz dam olsam hammasi o'tib ketadi. Dam olish uchun zo'r joyni bilaman. Qaynoq buloqmi? Aytishlaricha har qanday dardga davo ekan. Qanday mazza. Sizga yoqdimi? Albatta, ancha bo'shashtirar ekan. Biroz dam oling. Esim qursin, o'rmon ahliga maktublarni tarqatishim kerak edi. Ammo hozircha ucha olmayman. O'rningizga o'zim xatlarni tarqatib chiqaman. Rostdanmi? Uddalay olarmikinsan? Hech narsadan xavotir olmang. Ish bitdi deb hisoblayvering. Voy, shularni hammasini tarqatish kerakmi? Voy, Maktublarning hammasi egasiga yetkazilishi kerak. Mana bu maktub alohida e'tiborga loyiq. Boshni aylantiradigan tik qoyadan uchib, ko'prikdan o'tasan, shaffof ko'l ustidagi, keyin egri-bugri yo'llardan yurib, katta daraxt oldiga borasan. Uni bugunoq egasiga yetkazish kerak. yana bir marta qaytara olmaysizmi? Boshni aylantiradigan tik qoyadan uchib, ko'prikdan o'tasan. Boshni aylantiradigan tik qoya, keyin ko'prik. Duda, qayoqqa ketyapsan? Da, yaxshiyam seni uchratib qolganim. Bu maktub senga. Rostdanmi, mengami? Ha. Qo'shni o'rmonda yashaydigan do'stimdan ekan. Duda, qanday qilib pochtachi bo'lib qolding? Haligi bilasanmi? Hammasi tushunarli. Duda, kel, senga men yordamlashaman. Rostdanmi? Qani ketdik bo'lmasam. Bubble, senga xat keldi. Voy, kimdan xat keldi? Ushla. Voy, umondan ekan. Yaqin do'stlarimdan biri ekan. Bubble, kimdan xat keldi? Xatda nima deb yozilgan? Nima? Salom Duda, qachon kelding? 1 daqiqa oldin. Rostdanmi? Kechirasan, ketishim kerak, ishlarim bor. Xat kelgani zo'rda.
Janob Keber, sizga xat bor. Ha, nima? Zo'r bo'ldi-ku. Menga bera qol tezroq. Xat olish shunchalik yaxshimi? Ha, buni qara. Xolavacham menikiga mehmonga kelarkan. U sarguzashtlar ishqibozi. Hozir cho'lda sayohat qilib yuribdi. Yozishicha u yerda juda ham qiziqmish. Qoyil, kelsa zo'r bo'lardi. Rosa xursandmisan? Ha, Keber, men bora qolay. Oh, qo'ng'iz silga o'xshaydi. Ha, mana bu quyonga o'xshaydigan chuvalchang. Voy. Kim bor? Keldingmi? Kechroq kel deb aytgandim-ku. Skot. Keyinroq kelasan. Oy, jo'natmani senga bera olmasam kerak. Nima? Jo'natmay bormi? Ichida nima ekan? Buvamdan kelibdi-ku. Ichida nima bor ekan? Bu jo'natmani nega yuboribdi ekan? Skot, mana bu tugmani bossam maylimi? Ha. Rostdanmi? Zo'r-ku. Bu bolaligimda o'ynagan o'yinchog'im. Meni buvam hammadan zo'r. Skot, hozir mana buni yeb qo'yaman. Mayli, ye qol. Senga. Biram kam gapki. Bizga hech nima yo'qmi? Biz uyimizdan maktub kutyapmiz. Pigi va Fagi uchun maktub bormikan? Yo'q, sizlarga maktub yo'q. Xayriyat. Mana bor ekan. Hammasi bizning opa-ukalarimiz. Bu bizni opa-ukalarimiz. Bu Peggy, Pugi, Pagi, Pangi va Bob. Ha, hammasi soppa-sog' va baxtiyor ekan. Omadingiz bor ekan. Ha. Ushla. Voy, bitta men xat olmadim. Ha, aytgandek, mana bu maktubni bugunoq yetkazish kerak degandi. Rostdanmi? Manzilini aytchi. Boshni aylantiradigan qoyadan uchib ko'prikdan o'tiladi. Uzoq yo'lga chiqishga kech bo'ldi. Quyosh botay deb qoldi. Bu juda ham xavfli. Maktubni bugun yetkazish kerak degandi. Lekin hozir qorong'u tushib qoladi. Bilaman, ammo Piliga va'da bergandim. Yaxshi. Faqat qorong'u tushguncha ulgurishimiz kerak. Boshni aylantiradigan tik qoya mana shu. Endi qayoqqa uchamiz? Yaxshi. Egri-bugri yo'llardan o'tib, daraxt yoniga kelamiz. Katta daraxt. Mana shu. Voy, axir bu Seni uying-ku. Ha? Bu meni uyim. Uyimga kelibmiz. Demak, bu xat menga ekan. To'g'ri, Duda. Maktub, haqiqiy maktub. Menga ham maktub keldi. Azizim Duda, seni bugun Ko'lbo'ydagi bayramga taklif qilaman. Voy, bugun Ko'lbo'ydami? Haqiqiy bayram ekan. Tezroq o'sha yoqqa borishim kerak. Lekin avval Pilini holidan xabar olish zarur. Unda men xabar olaman. Sen tezroq ko'l tomonga bor. Rahmat, Dada. Oy, nahotki bayram tugagan bo'lsa. Oy, kech qolibman shekilli. Duda! Tug'ilgan kuning bilan. Voy, bu o'zimni tug'ilgan kunimga taklifnomamidi? To'g'ri, seni xursand qilishni istagandik. Ha. Duda! Duda! Barcha maktublarni egasiga topshirgan ko'rinasan. Pele, siz olib qoldingizmi? Ha. Dada Spinkar bilan birga meni olib borib qo'yishga qaror qilishdi. Ha? Yordam uchun rahmat, Duda. Tug'ilgan kuning bilan tabriklayman. Voy! Ko'rishguncha, Duda. Bu nima? Bo'lishi mumkin emas. Bu menga sovg'ami? Tug'ilgan kunimga sovg'a. Pochtachi Peli, katta rahmat. Duda, bu faxriy pochtachi nishoni. Demak, sen topshiriqni a'lo darajada bajargansan. Voy, faxriy pochtachi nishoni dedingmi? Voy, Duda zo'r-ku. Senga rosa havasim kelyapti. Sen bilan faxrlanaman.
Duda faxriy pochtachi bo'ldi. Tug'ilgan kuniga ajoyib sovg'a. Da-da-da-da-da! Pinkarni boshqarib. Quyosh notanish o'rmonga nur sochmoqda. Duda bugun nima ish qilarkan? Sakragin, sehrli furgoni. Men ham bu shunday qilishni xohlayman. Bu tushim ekan. Baribir rosa mazza qildi. Yana biroz uxlay, qani? Yo'q, kerak yo'q. Axir dugonam dada bor-ku. Uchamiz bulutlar tomon. Ko'raylik-chi. Bugun nimani o'rgansam ekan? Ha, ko'lga boraman. U yerda Bubble yashaydi. U menga hammasini ko'rsatadi. Yaxshi sayr qilib kel. Uddaladim. Oy, oy. Pinkarga gap yo'q. Go'yo men uchun yasalgandek. Xayriyat, uni o'zim boshqaraman. Kimdir kelyapti? Yashirilish kerak. Dada! Dada! O dada bu yerda emas. Qo'yil! Bu kim bo'lishi mumkin? Oho, voy bu. Men ham bir kun kelib tadqiqotchi bo'laman. Oh, qoyil. Bibi, 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 bibi. Ba 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 ba, bibi. Voy. Oy. Oy. Oh, Pinkar yuryapti. Shoxli qo'ng'iz. Uning kosasi qattiq va u juda kuchli. Xavf tug'ilgan paytda boshidagi o'tkir shoxni ishga soladi. Voy, juda ham qiziq. Men faqat tomosha qilyapman, kechirasiz. Xayr. Xayr. Voy, Pinkarmi? Dada. Keber! Duda Pinkarni boshqaryaptimi? Dada qani? Tezroq dadani topish kerak, dada. Zaharli furgona tezroq yur. Chiroyli gullar ekan. Voy! Ajoyib daraxt ekan. Voy! Kapalakmi? Kapalak! Oy. Nega mashina ko'p silkinyapti? Ortiq chidolmayman. Oy. Nima? Duda? Scott, salom. Qayerdan paydo bo'lding? Duda, hozir Pinkarni boshqaryapsanmi? Boshqaryapman? Uni boshqarishni bilasan-ku? Nima? Haydashni bilmaysanmi? Tushkim kelyapti. Hoziroq meni mashinadan tushir. Bo'pti, chaqol. Avval mashinani to'xtatish kerak. Voy, ehtiyot bo'l. Oldinda daraxt bor. Chapga bur, chapga. Ehtiyot bo'l. O'ngga bur. O'ngga, u yerda yo'l yo'q. Qayoqqa buray? O'ngga. Voy. Duda, Pinkarni haydayaptimi? U qanday yurg'izdi? Pinkarni yurg'izish uchun bitta tugmani bosish kifoya. Qanday dahshat, nima gap? Duda buni bilmasa kerak. Nimani bilmaydi? Pinkarni to'xtatishni. Keyber, Dudani qayerda ko'rding? Uyimdan chiqib, o'rmon tomonga yurdim. U mana bu yerda ko'l tomonga ketayotgandi. U ko'lga tushib ketishi mumkin-ku. Pinkarni tezroq to'xtatish kerak. Qoyil!
Duda, hoziroq mashinani to'xtat. To'xtat dedim senga. Qanday qilib? Nima, mashinani to'xtatishni bilmaysanmi? Ha, haydashmazda ekan, lekin qanday to'xtatishni bilmayman. Endi nima qilamiz? Endi nima qilamiz? Qo'rqyapman. To'xtatinglar! To'xtatinglar deyapman. Bolalar, Dudani ko'rdinglarmi? Duda, bu tomonga ketdi. Qo'rqib ketyapman. Yordam beringlar. Duda, pastdagi tugmani bos, yo'qsa qo'lga tushib ketasan. Juda kech bo'ldi. Tugma. Duda. Pastdagi tugmani Salom bos. Pegi va Pagi. Yo qizil tugma. Yo'q, ko'k. Yo qizil tugma. Ko'k tugmani bos. Nimani bosish kerak? Nimani? Voy, bos. Qaysi tugmani Bos. bosay? Nima farqi bor? Bosaver. Bos. Oho! Qoyil, suvda suzyapmiz. Voy, yo'lga qara. Oy, o'rdakchalar! Tezroq Pinkarni to'xtatish kerak. Oy. Pinkarni to'xtatdik. Ularni shirinligini qara. Salom o'rdakchalar. Dada, Pinkarni o'zim boshqardim. Ko'rdingmi? Duda, hech qachon boshqaruvga bir o'zing o'tirma. Nega? Negaki bu juda xavfli. Uni boshqarishni yaxshi bilmaysan. Meni kechir, dada, lekin uni to'xtata oldim-ku. Do'stlaringni bari senga yordam berishgani uchun Pinkar to'xtadi. Bubble, rahmat. Kebe, rahmat. Pinkarda yurish yoqdimi? Ha, juda yoqdi. Dada, katta bo'lganimda senga o'xshagan bo'laman. Menga o'xshashni istaysanmi? Sen ham tadqiqotchi bo'lmoqchimisan? Ha, butun dunyo bo'ylab sayohat qilaman. Men ham hasharotlarni o'rganish bilan shug'ullanaman. Tadqiqotchi dedingmi? Men ham tadqiqotchi bo'lishni istayman. Bugundan boshlab hamma bilganlarimni sizlarga o'rgataman. Qoyil! Endi hammamiz tadqiqotchi bo'lamiz. Lekin bilib qo'y, Pinkar ruliga ortiq o'tirmaysan. Yaxshi. Qani endi mashinaga o'tiringlar, uyga ketamiz. Yo'lda xaritaga qarab qanday yurish kerakligini o'rgataman. Bo'pti. Men yaxshi o'zim ketaman. Bugun Pinkarda yetarlicha sayr qildim. Bugun Duda Pinkarni boshqardi. Juda xavfli vaziyatga tushdi, lekin shu bahona Duda tadqiqotchi bo'lishga qaror qildi. Dev qomat Duda. Tong otdi. Duda baland daraxtni tomosha qilyapti. Bu olma. Olmajon, faqat joyingda osilib tur, xo'pmi? Men hozir kelaman. Bu meni olmam. Uni bu meni olmam. Bu meni olmam, kichkina. Olma o'sish uchun sal kattaroq bo'lishi kerak. Duda, seni bo'ying mana bundoq, meniki esa mana bundoq. Ko'rishguncha, kichkina.
Men kichkina emasman. Skotdan ham katta bo'lib ketaman. Ko'proq suv ichsangiz tez katta bo'lasiz. Menga ham suv qo'y. Shoshib yubording-ku, Duda. Bu yerda nima qilyapsan? Men ham ko'p suv ichib katta bo'lib ketaman. Duda, suv bo'yingni o'stirmaydi. Nega endi? Chunki sen o'simlik emassan. Duda, nima qilyapsan? Dada, meni cho'za olasanmi? Qanday qilib? Shunchaki kuch bilan tort, qani. Bo'la qol, tort. Qani, yana. Qani. Dada. Bo'yim balandroq bo'ldimi, albatta bo'lgan. Hech ham o'zgarmagan. Voy, hali ham kichkinaman-ku. Salgina ham o'smabman. Skot! Kim meni uyqumni buzdi? Qayerdasan? Men shu yerdaman. Ko'rmayapman. Men shu Hech kimni yerdaman, ko'rmayapman. Bu Shu yerdami, kichkina? Kechirasan, seni ko'rmabman. Skot, qanday qilib katta bo'lib olgansan? Ko'p ovqat yeb, ko'p uxlaganman. Uni bir boplay. Bu sir. Lekin bo'yni o'stiradigan sehrli so'zlarni bilaman. Sehrli so'z dedingmi? Unda tezroq menga Demak, katta bo'lmoqchiman degin. Yordamim kerak. Pinkarda aylanishga olib ketaman deb va'da ber menga. Bo'pti, va'da beraman. Xo'p, mayli. Alakazar, malakazur, abrakadabra. Skot, katta bo'ldimmi? Yo'q, hozircha yo'q. Bilasanmi, bu sehrli so'zlar tushlikdan keyin quyoshli kunda ish beradi. Quyoshli kundami? Tushlik qilib, tolma choy ichganingdan keyin Tushlik qilib tolma choy ichganimdan keyin o'sa boshlaysan va tez o'sasan. Rostami? Ammo buni qanday qilib bilaman? Bu juda oson. Soyangni kuzatib tur. Soyamni kuzatamanmi? Quyosh charaqlab turibdi. Tushlik qildim. Tolma choyni ham ichdim. Men tayyorman. Qara olmayman. Qarayman. Sal kattaroq bo'lgandir mana. Rostdanam katta bo'pman. Men endi kattaman. Dada. Duda, nima bo'ldi? Pam, ko'rinishimda o'zgarish bormi? Qorning sal kattalashibdi. Odatdagidan sal kaltalashibdi. Nima? Qornim emas. Bo'yim o'sganini ko'rmayapsizmi? Bo'yi o'sibdimi? Men devqomat Dudaman. Har qanday ishga qodir Dudaman. To'xtanglar, bu nima? Tritom, hozir yiqilasan. Devqomat Duda qaltis vaziyatdan chiqib ketdi. Yani ham kattalashdim shekilli, Devqomat Duda yordamga shoshadi. Ehtiyot bo'linglar, o'rdachilar. Men ketishim kerak. Qahramonlar hech qachon davolmaydi. Endi do'stlarimni qattiq himoya qila olaman. Qoyil, hammaga yordam bera olaman. Qara menga oshir. Eplasang o'zing ol. Gapni ber. Eplasang o'zing ol. Amerika. Yo'q, Amerika. Yo'q, emas. Devqomat Duda yordamga shoshadi. Voy. Bu nima edi? Meni chimchirachi. Men Devqomat Dudaman.
Quyosh charaqlab tur. Voy, quyosh botdimi? Ha, meni soyam. Qani u? Dev qomat duda bo'lib qolishni istayman. Ay. Sehrli so'zlar kuchi ketibdi. Soyam ham yo'q. Dev qomat duda ham yo'q. Duda, seni qidirmagan joyim qolmadi. Qayoqqa ketib qolding? Ha, dada. Nima bo'ldi? Biz yulduzlarni tomosha qilgani ketyapmiz. Biz bilan birga yur. Yo'q, hech qayoqqa bormayman. Endi hech narsa qila olmayman. Yana kichkina bo'lib qoldim. Soyam g'oyib bo'ldi. Seni soyang? Ortiq dev qomat duda emasman. Endi do'stlarimga yordam bera olmayman. Yaxshi ishlar qila olmayman. Balki duda o'zini uzun soyasini ko'rgandir. Uni ko'rib bo'yim o'sdi deb o'ylagan. Aslida ham shunday. Yulduzlarni tomosha qilmoqchimisiz? Meni ham borgim kelyapti. Duda meni ham birga olib ketishga va'da bergansan. Kechirasan, Skot. Men bormayman. Endi hech narsa qila olmayman. Sehrli so'zlar kuchini yo'qotdi. Bo'yingni baland qilgan sehrli so'zlarmi? Hammasini o'ylab topgandir. Nima? Hammasini o'ylab topdingmi? Rostdan ham hammasini o'ylab topdingmi? Voy, juda qiziq. Nega unda hammadan kuchli bo'lib ketdim? Tritamga yordam berishga kuchim yetdi. O'rdaklarni ham qutqardim. Pigi va Pagiga ham yordam berdim. Duda, bu ishlarni sehrli so'zlar yordamida emas, balki ichki kuching tufayli bajara olgansan. Do'stlaringga yordam. Do'stlaringga yordam bergin kelganda kuchli bo'lib ketarkansan. Duda, meni qahramonim. Men qahramonmanmi? Albatta, do'stlaringga yordam bergansan. Kichkina bo'lsam ham do'stlarimga yordam bera olamanmi? Albatta yordam bera olasan. Duda, sen hammadan zo'rsan. Hammasini tushundim. Sehrli so'zlarsiz ham kuchli bo'la olarkanman. Bo'yim baland bo'lishi shart emas ekan. To'ppa-to'g'ri Duda, yashavor. Yashavor Duda, tasanno. bo'ldi. Yulduzlarni ko'rishga boramizmi yo yo'qmi? Bo'ying balandmi yo'qmi, buni ahamiyati yo'q. Hammamiz o'zimizga xosmiz. Ona bo'lish oson emas. Duda. Do'stimiz Duda qayoqqa g'oyib bo'ldi? Qadrli do'stlar, hamma yig'ildimi? Hazır. Yaxshi. Hammamiz general Dudani ortidan yuramiz. Bo'lamaydi. Kim u? Qani. Tap. Uni topdim. Bu nima? Juda qiziq. Tuxumni ham oyog'i bor ekan. Voy! Oyijon. Qoyil. O'rdakcha ekansan-ku, namuncha shirin bo'lmasang. Lekin oying qani? Oyi. Oying qani deyapman. Oyi. Nima qilyapsan? Oyi. Men seni oying emasman. Yo'q. Qiziq, Duda qayoqqa ketdi ekan? Oyi? Men aytganim yo'q. Bu so'zni aniq eshitdim. Ana, Duda kelyapti. Shu yerdami deng? Oyi. Duda, nimalar bo'lyapti? Oyi. Voy, buncha yaqin to'y bo'lmasin. Oyi. Nega u seni oyi deyapti? Voy, Duda, sen ham o'rdakmisan? Yo'q. Oyi. Bo'ldi, bo'pti. Balki Duda sariq bo'lgani uchun o'rdakcha uni oyisiga o'xshatayotgandir. Shunaqami? Tuxumdan chiqqan o'rdak bolasi kimni birinchi ko'rsa, o'shani oyim deb o'ylaydi. Shuning uchun Dudani oyim deb o'ylayotgan ekanda. Yo'q, nima qilsam ekan? Oyisini topgunimizcha unga g'amxo'rlik qilib turasan. Men g'amxo'rlik qilamanmi?
O'rdakcha, ke ozgina dam olaylik. Voy, bir ham charchadimki. Bu qiziq. Chuchuk suvda yashaydigan baliqning o'ziga xos tomoni bor. Aylanamiz, aylanamiz. Voy! Duda, likopchani sindirdingmi? Men sindirganim yo'q. Oyi. Voy. Voy. Hech kim menga ishonmayapti. Mayli, o'rdak ona, bolangga mana bu sutni bera qol. Men-chi? Duda, biz yo'qimizda kichkintoyga qarab tur. Uni qornini to'yg'izishga biror narsa topib kelamiz. Voy ochofati. Oy, hoy o'rdakcha, qayoqqa ketyapsan? Yo'q. Yo'q o'rdakcha, yo'q. Duda! Gultuvagim sinibdi. Duda, nimalar qilding? Yo'q, bu meni ishim emas. Yo'q. Oyi! Haqiqiy oyisi tezroq topila qolsa edi. Kelinglar, o'zimiz uni qidirib ko'ramiz. Oyisi ham qidirishi kerak. Unda o'rdakchaga kim qarab turadi? Hammadan zo'r kashfiyotchiman. Menga yetar usta yo'q. Shu yerdami deylar? Skot, shu yerdaligingdan xursandman. Eng zo'r kashfiyotimni ko'rishni istaysizlarmi? Skot, mana shuni ushlab tur. Buni ham. O'rdakchaga yaxshilab qarab tur. Bu nima? O'rdakchami? Bu o'rdakchani nega menga qoldirib ketishdi? Va nihoyat tayyor bo'ldi. Axir bu idishini yoniga qo'yamiz. Kichkintoy tebranma kravatida uyg'onishi bilan sut idishini ko'radi va o'zi qornini to'yg'azib oladi. Pigi. Kichkintoyga g'amxo'rlik qilishni bilasizlarmi? mehribon bo'lish kerak. Agar bolani xafa qilmasak, jahl chiqishiga ham sabab bo'lmaydi. Tebranma kravat bilan yoqimli musiqa bola boqishning eng oson yo'li. Mendek daho esa bog'da sayr qilish kerak. Bu nima? O'rdakchamiz uyg'onibdi-ku. Oyi! Salom o'rdakcha. Endi men seni oyman. Bu nima? O'rdakcha qayoqqa ketdi? O'rdakcha. Hey, o'rdakcham. Yo'q, bunday qilma. Yo'q, iltimos. Yo'q. Qo'lni ko'p bora aylanib chiqdik, lekin ona o'rdak hech qayerda yo'q. Balki qoya ortidan uni qidirib ko'rarmiz. Yaxshi fikr. Voy! Bu yerda ham ko'rinmayapti. Ishqilib o'rdakcha yaxshi o'tirgan bo'lsin. Men ko'proq Skotdan xavotirdaman. O'rdakcha, qayerdasan? Nimaning ovozi? Oyi! Qidirmagan joyimiz qolmadi. U hech qayerda yo'q. Bechora o'rdakcha. Kitobimda yozilishicha, adashgan o'rdakcha joyida qolishi kerak. Shunda onasi o'zi uni topar ekan. Onasi uni anchadan beri qidirayotgan bo'lsa kerak. Duda, o'rdakchani birinchi bo'lib qayerda ko'rding? Qayerda deysanmi? Shunaqa ham qolib ketishadimi? Men oyi emasman.
O'zimni o'rdakcham. Oyi. Duda, o'rdakcha bilan xayrlashishing kerak. Ha. Bora qol. Bu seni haqiqiy oying. Bora qol. Oyi. Qorushguncha. Duda oyi, sen bilan faxrlanaman. Barakalla, Duda. Bugun juda yaxshi ish qilding. Xayr. Bizni ko'rgani kelsin. Qorushguncha o'rdakcha. Xayr. O'rdakcha. Xayr. Shu paytda oyimni ko'rgim kelib qoldi. Bugun Duda o'rdakchaga onalik qildi. Bu ishni a'lo darajada bajarding, Duda. Da-da-da-da-da. Juda shovqin. Kelinglar, shunday quyoshli kunda Skott nima qilayotganini ko'ramiz. Ertaga men uchun mushim kun. Ertaga meni tug'ilgan kunim. Ha, kim u? Dudaman. Duda, senga nima kerak? Sen bilan o'ynagani keldim. Ha? O, chiroyli o'yinchoq ekan. Yo'q. Nega? Uni birpas o'ynay. Yo'q dedim, Duda. Sinib qolishi mumkin. Uy. Bitta ushlab ko'ray hech bo'lmasa. Yo'q. Ay. Yo'q. Duda, endi mendan ko'rasan. Duda, uyim rasvo bo'ldi. Ajoyib uy edi-ya. Meni kechir. Nima qilganingni ko'rib qo'y. Uyim vayron bo'ldi-ku. Endi qanday yashayman? Skott, endi boshpanasizmisan, ha? Menikida yashab turishing mumkin. Nima? Ketdik, Skott. Bu nima, Skott? Meni kashfiyotlarim. Mana bu nima? Bu antiqa ko'zgu. Nimasi antiqa? Chiroyli emaslarga suv sepadi. Mana qara. Oy. Rostdan ham zo'r ekan. Yana nima bor? Skott? Mana bu nima? Ehtiyot bo'l. Bu yolg'on gapirgani ko'rsatib beradigan ko'zoynak. Rostdanmi? Skott juda yoqimtoy. Voy, yolg'on gapirganimni qayoqdan bildi, a? Yo'q, bu buzilgan ko'zoynak. Qoyil, haqiqiy kashfiyotchi ekansan. Rostdanmi? Yana biror nima ko'rsataymi? Ha. Mana bu poyafzal. Oho, ko'rinishiga gap yo'q. Rostdanmi? Mana bunga qarachi. Do'stinikida tunab qolish ham yoqimli bo'lar ekan. Ajoyib. Duda, uxlayapsanmi? Duda, ovoz chiqarmasdan uxlay olmaysanmi? Yetar. Iltimos. Namuncha baland ovoz chiqarmasa, bunaqada uxlay olmayman.
Mazza qilib uxladim. Skot, sen ham mazza qilib uxladingmi? Yo'q, unchalik emas. Men qoqmay chiqdim. Nega? O'zim ham bilmayman. Endi uxlab olay. Voy, Skot, bir ham uyquchisanki. Xayriyat, endi uxlab olarman. Sekinroq gapirish mumkinmi? Yaqinroq kelinglar. Rejamizni muhokama qilib olamiz. Bu Skot uchun syurprizmi? Skot rosa xursand bo'ladi. Yaxshi, hozirroq uning yoniga boraman. Sekin, sizlarga sekinroq dedim. Ha? Shovqin bo'lsa uxlay olmayman. Birpas jim turish mumkinmi? Kechirasan, Skot. Jim! 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 Ay, shovqin solmanglar. Boshqa joyda o'ynasangiz bo'lmaydimi? Ay, endi uxlagim ham kelmay qoldi. Ha, ya, bayram tortimni qaytadan pishirishim kerak. Xo'sh, ko'ramiz. Nimanidir unutganga o'xshayman. Ha, taklifnoma tarqatishim kerak-ku. Avval hammani chaqirish lozim. Hozir. Shoshilish kerak. Bolalar, Duda. Bubble. Kayber. Dada. Qiziq, hamma qayoqqa ketdi ekan? Bu yerda hech kim yo'q. Nimalar bo'lyapti o'zi? Urushganim uchun hamma ketib qoldimi ekan? Shuning uchunmikin, ha? Hamma uchun shovqin bo'lmasa, boshqa joyda o'ynasangiz bo'lmaydimi? Ha, mayli. Bir o'zim bayram qilaman, bir o'zim. Tug'ilgan kunim bilan azizim Skot. Yo'q, bunaqasi bo'lmaydi. Do'stlarsiz tug'ilgan kun bo'lar ekanmi? Uyimga keta qolay. Hammasi yaxshi. Do'stlarni kimga keragi bor? Kimdir chaqirgandek bo'ldimi? Hech qisi yo'q. Ularsiz ham yashay olaman. Ana, yana qulog'imga eshitildimi? Bu safar Dudan ovoziga o'xshadi. Duda! Syurpriz. Bu nima? Voy! Voy! Bu men uyimmi? Birgalashib uyini yig'ishtirdik. Bu tug'ilgan kuningga sovg'a. Uyimni yig'ishtirish uchun ketganmidinglar? Nima, yig'layapsanmi? Yig'layapsanmi? Yig'layotganim yo'q. Tug'ilgan kuning bilan, Skot. Hammamiz senga yordam berishga harakat qildik. Tug'ilgan kuning bilan. Men ham tug'ilgan kuning bilan tabriklayman. Tabriklaymiz. Uyim yangidek bo'lib qopti-ku. Rahmat, do'stlar. Skotga sovg'amiz yoqdi. Ofarin. Aytgandek, Skot sakrasan, maylimi? Albatta. Bayram shodlikka to'la quvnoq o'tish kerak. Kayber, raqs tushamiz. Bubble, tinmay gapiraver, xo'pmi? Bolalar, men pishirgan tortni yeb ko'rasizlarmi? Rahmat, shartmas. Yo'q, rahmat. Qoyil, mana buni tug'ilgan kun desa bo'ladi. Bayramdek o'tsin. Tug'ilgan kunni do'stlar bilan o'tkazish juda maroqli. Tug'ilgan kuning bilan, Skot.
Yo'lda sirli furgon uchmoqda do'stlar tomon. Bugun qayerga qo'nar? Kimlarni shodlantirar? Yana ko'p sarguzashtlar bizlarni